Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sizlarga o'tgangi videomda aytgandim. Xo'p, qanday qilib olmoslarni ishlatish va o'tgan safargi o'yinda oxirgi bitta o'yinimni o'ynab ko'rsatib beraman degan birinchi. Olmosni ishlatishdan boshlaymiz. Bizning olmosimiz mana уже 3930 ta bo'libdi. Mana chekada ko'rib turgan bo'lsanglar kerak. Xo'p, mana 3930 ta bo'libdi. Xo'p, shunda endi biz 3000 tadan oshib bo'lsa yetadi. Xo'p, mana hozir biz mana hozir bir minut. Mana story degan bo'lim turibdi chekada. O'shanga o'tamiz. O'tdik va biroz pastroqqa tushamiz va bizda mana shu 3000 talik turibdi mana. Ko'rdinglar? 3000 ta olmosga berilar ekan. 3000 ta olmosga hozir. Mana shuni olamiz. Mana kiramiz. Bu bir kunda bir marta beriladi. Ketdik mana. Boshladik. Ketdik. Mana 73 o'yinchilar beradi. Bu albatta u 103 dan 109 gacha emas. Chunki bu boshida shunaqa o'yinchilar beradi. Keyingisi endi mana pek mana bu yerda turibdi. Mana pek 1 dan 2. Mana. Boshqalar shuni bosamiz mana. Ikkinchisi bo'ldi endi mana. Endi bosdik ketdik. Necha darajali o'yinchi berar ekan bizga. Xo'p, buni sizlar bilan birga tanishib qilyapman. Yaxshi markazimizcha ajoyib va o'zim bundan menda bor edi. Hozir endi kuchaytirishni ham o'rgatib o'tib ketaman. Tezroq bo'lamiz. Vaqtimiz tugab qolmasligi kerak. Mana ketdik. Mana. Clock o'tib, my teamga o'tamiz va servisda hop menda bormi ekan o'zi bu o'yinchidan? Yo'q ekan, yangiyoqdan men yana bitta akkauntim bor, u jiyanimning akkaunti. Hop, o'sha akkauntga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Aslida o'zi yaqinda boshladi Facebook Mobile o'ynashni, oldin Minecraft o'ynar edi. Hop, Minecraft past chiziqcha ardi. Hop, katta harf bilan Minecraft past chiziqcha 47 qilsanglar chiqadi. Hop, biz endi o'yinni boshlaymiz. Ketdik, play bo'limiga o'tamiz. O'sha katta Teamos seasonga o'tamiz yana. O'rgatganimdek o'tgangi videoni ko'rsangiz qanday qilib o'tganimni. Mana bizda 14 tadan 15 ta hali ham turibdi. Ketdik. Ashini o'ynaymiz endi mana. Ketdik. Play deb bosamiz bittaga. Bitta 10 mana. Mana bu yerda bitta 3 ta turibdi bizda hozir. Mana 3 ta turibdi shunaqa narsa. Shunaqa narsani bittasiga ishlatamiz. Ketdik. Play deb bosdik. Mana. Hop, yangi sezonda shu o'yinchilarni beryapti ekan mana. Mana shu o'yinchilarni bermoqda ekan. Agar tushirib olsangiz ajoymas. Yaxshi o'yinchilar ekan bu. Ketdik. O'yin boshlanmoqda. 69, 71, 78 va 83. Ketdik, o'yin boshlanadi hozir. 95, 96, 100 bo'ldi mana. Ketdik. Mana o'yin boshlanmoqda. Xo'p, mana mening akkauntimni ko'rsatib o'tadi birinchi. Kimniki kuchliroq bo'lsa shunikini ko'rsatadi mana. Endi uning akkaunti. U odam emas albatta. Bu to'g'ri. Ketdik, o'ynashni boshladik mana. Pas berib sheriklarga. Yo'q, yaramas olib qo'ydi. Hop, ketdik. O'ynaymiz. Mana shuni deb muhtamiz. Yaxshi, lekin qaytaramiz, kal qilamiz. Ajoyib. Va
pushka zarba bermoqchimiz. Ketdik pushka. Yo'q, o'xshamadi. Yana o'xshamadi. Ana gol. Hozir golni ko'rsatdim sizlarga. Ana. Birinchisida o'xshamadi. Ikkinchisida ham o'xshamadi. Ikkinchisida o'xshabdi. Birinchisini ko'rsatmadi. Yaxshi. O'yinchidan to'pni olamiz. Yaxshi. Pas berishlari kuchli ekan. Zo'rin o'yinchimda hozircha to'p. Mana to'pni olib o'tib ketdim. Albatta, ajoyib va sabab gol. Yana o'sha o'yinchi gol urmoqda. Buni ko'rdinglar. 58-daqiqa. Bu 45-daqiqadan boshlangan birinchi taym tugaganda nima qilingan. Hozir uji biz 4-1 o'tyapmiz ekan. Yana o'sha o'yinchida yorib o'tdi. Yo'q, o'ta olmadi. Hech qoldi o'yinchi. Bu ajoyib o'yinchi 112 o'g'irlik offside. Afsuski offside bo'lmoqda. Birozgina offside bo'libdi. Yaras to'pni olib qo'ydi. Bekhamni hozir ko'rdinglar. Bekhamda to'p. Yana olib qo'ydi. Strafni bermayapti. Bundan hech kim qo'ya olmaydi to'pni, chunki bu 112 darajali. Olib qo'yish mumkin, kamdan-kam olib qo'yadi va tez o'yinga kirgizib yubordi. Hozir biz tashlayveramiz. Mana bu o'yinchiga borish kerak. Yo'q. Boshqa zarba berdik. Ya'ni yorib o'tdik. Ajoyib va zarba gol. 76-daqiqada yana o'sha o'yinchimiz gol urmoqda. Ana yana o'yinchida yaxshi ishtirok olmoqda. O'yinchilar nozik ekan. Men shunchadan beri o'ynayman. Mana orqama chakka kelib qo'ydi, ko'rgan bo'lsanglar. Yarramas olib qo'ydi yana to'pni. Men shu paytgacha biror marta ham shtrafdan tepmaganman. Tepgan bo'lishi mumkin, ular offside qilganda. Yoki tepganman, penaltidan tepganman. Endi esa burchak zarbasi. Shu burchak zarbasini xohlagan o'yinchi istalab ustiga bosadi. Ketdik, kalla. Yo'q, kalla qo'ymadi. Buni qaytaramiz. Ana qaytardik. Stejini o'yinchimda hozircha to'p. Yo'q. 5-1 yutmoqdamiz. Yana bitta ajoyib zarba edi, gol bo'lmadi. Chaqirasi orqadagi o'yinchiga beramiz. Vaqt tugadi. Va biz 5-1 hisobda yutdik. Va endi sizlar bilan o'tgangi safargi videodagi sovg'alarni olamiz, ketdik. Sovg'alarni olamiz. Mana ajoyib sovg'alar. Qaysi birini olsam, qaysi birini birinchi olay? Albatta men masalalarni olaman. Mana bunda xohlaganingizni ustiga bosasiz. Mana men birinchi olib masalalarni olmoqchiman. Mana ketdik. Bizga 3 ta masalalarni bermoqda. Mana bitta, mana yana bitta masalalarni bermoqda. Endi mana bular bekilib qoldi, afsuski. Shuning uchun masalalarni olib qo'ya qolay degandim.
Endi qanday qilib olsak bo'ladi biz? Yaxshi, mayli. Endi biz o'yinchilarni olishga harakat qilamiz. Ketdik, o'yinchini kuchaytiramiz. O'tgan safarga o'yinchini kuchaytirdik. 113 darajali o'yinchi qilamiz hozir biz buni. Ketdik 113 darajaga yetkazamiz. Ketdik, skill points degan joyga o'tamiz. Men buni max qilib olganman. Shuning uchun endi hop enter degan nima degan ekan? Mayli, biz kuchni kuchaytiramiz. Ketdik, endi orqaga qaytamiz. Hop. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Video yoqqan bo'lsa like va podpiskani bosib qo'yamiz. Video rivoj topish uchun do'stlarga ham ulashmaymiz. Hammaga xayr, keyingi videoda ko'rishguncha.